Hurmatli obunachilarimiz, sizlar uchun Samarqand shahar Frunze ko'chasidan elitniy novostroykamizning 2-qavatidan 3 xonalik polnoценный kvartirani srochno sotuvga chiqaryapmiz. 84 kvadrat metr maydonni o'z ichiga olgan bu kvartiramiz polnoценный to'liq 3 xona bo'ladi, hattoki sanuzorlar ham alohida razdelniy. Tashqari eshikdan kirish qismi, eshikdan kirishda prixoshkamiz kvadratniy kattagina, chap tomonda to'liq garderobni mebel bo'ladi. To'liq kvartiramiz yevromontaj qilingan. Chiroyli lustra va mana bu yerda domofon sistemasi ham mavjud. Teplый pollari bor. Bu yerda chiroyli oyna, formaga qarab chiqib ketasiz. Birinchi xonamiz bu детский spalni. Ko'rishingiz mumkin, har bitta xonada deraza bor, bironta gulxo'y xonalari yo'q. To'liq hammasi skromniy mebellar bilan jihozlantirib qo'yilgan. Lustraga e'tibor beramiz, juda ham chiroyli bo'lyapti. Mana bu prixoshkamiz to'liq pollari kafel bilan yopishtirilgan aeronniki bo'lyapti. Mana bu yerda esa kattalar uchun yotoqxona, spalni kravat, ortoped matras, TV zona, chiroyli mebel bilan apishka qilingan, bu yerda polka qilingan va mana bu yerda garderobniy zona bo'lyapti, narsa qo'yish uchun. 3 xonalik idealniy planirovka, 83-84 kvadrat metr narxi bo'lyapti. 88 ming AQSh dollar yana savdo qilib beriladi. Mana bu yerda esa mehmonxona. Mehmonxonamizda konditsioner bor, ikkita deraza bor, chiroyli lustra va mana bu yerga dekoratsiya qilingan TV zona bo'lyapti. Bu yerga siz o'z didingizga mos qilib gilam mebellar o'rnatsangiz bo'ldi. Endi esa azizlar, mana bu yerda oshxonani qarang, panoramniy deraza, chiroyli kuxonniy mebel, skromniy bo'lyapti. Rabochiy zona juda ham katta, ko'rishingiz mumkin. Bu yerda muzlatkich, pachka, plyonkasiga turibdi. Moyka, gazli plita, vытяжка, duxovka, hamma narsa bor. Mana bu yerda esa двухконтурный котел, отопление qismi ham joylashtirilgan. Bu yerda stoloviy zona uchun joy yetarli, TV zona ham o'rnatib ketilgan. Srochno aloqaga chiqamiz, bunaqa imkoniyatni qo'ldan boy bermaymiz. Hozirgi kunda bunaqa kvartiralar kamdan kam chiqadi. Alohida bo'lgan hojatxona ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa bu yerga sifatli xarajat qilingan. Mana bu yerda esa vanna, buni qarang. Moyka, kir yuvish mashina, sushilka, vanna, hammasi bor. Srochno aloqaga chiqing. Bu videoni 3 ta yaqin do'stingizga yuboring. Shu uyni olgan odamga bizlar yaxshigina xizmat qilib beramiz. Ya'ni narxini kelishtirib, dokumentlarini oformit qilib beramiz. Siz esa srochno aloqaga chiqing, kelib bu uyni ko'ring. Salomat bo'lasizlar.